Assalomu alaykum azizlar. Mana bizni Qumtepa Taxta bozorida oldi do'konimizga yangi krashinli mahsulotlarimiz yetib keldi. Krashinli har xil razmerlari bor. 65li, 75li, 85li, 92 joyga bemalol tushadi. Domlarga, boshqa misol kotej uylarga, uy o'rtalariga misol bemalol olib foydalansa bo'ladi. Har xillari yetib keldi. Bortli aynakliklari, bortsiz aynakliklari har xillari yetib keldi. Bemalol telefon qilib, telefon nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Telefon qilib murojaat qilishlar ham mumkin. Bundan tashqari bizda hammom eshiklar har xil. Misol qanaqa sifatli hammom eshiklar zarur bo'lsa, misol tashqarida misol derazalarimiz bor har xil, fortishkalarimiz bor. Har xil bir qanat, ikki qanat, xilma-xil turda misol eshik romlarimiz bor. Derazalarimiz oq deysizlarmi, karishli deysizlarmi? Manzilimiz Qumtepa Taxta, shahar Taxta bozori oldida joylashgan. Bu taraf Qumtepa Kuri, bu chap tarafimiz Satkay Kuri oldida joylashgan. Bemalol telefonlarimizni qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib murojaat qilishlari mumkin. Mana shu